Assalomu alaykum hammaga. Qizlar yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Uydagilar tinchmi? Bugun sizlarga yana video vloglar olib qo'yishga qaror qildim. Shunaqa ertalabdan ko'chaga chiqdim, ishlarim bor edi, bankda va bolalar do'konida. Hozir mana bu yerda o'sha bankka ketyapman. Bankda odam juda ham o'chir ko'p edi. Bu yerdan taxminan 1,5 soatlarda ishlarimni bitkazib, keyingi aytganimdek shunaqa bolalar do'koniga keldim. Bu yerda o'g'limga va qizimga ozgina kamchiliklar bor edi. Ularni olib oldim. Va taxminan 1,5 soatcha aylandim. Toqatim yo'q, to'g'risi. Kiyim magazinlar aylanishga bilmadim kimga qanaqa, men uncha yoqtirmayman. Va shunaqa Yandex chaqirib uyga qaytdim. Bugun kechga menda kitayskiy tovuq qanotchalari bo'ladi. Sizlar bilan hozir retseptini bo'lishaman. Bu yerda tayyorlanish jarayonini tomosha qilishingiz mumkin. Shunaqa tovuq qanotchalarini olamiz. Menda bu yerda 1 kilo. Shunaqa yumshoq joyi bor o'zini. Mana 2ga bo'lib olamiz. Va keyin shunaqa oddiy osh tuzi solib, aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Go'shtimizga mazza kirib turadi. Bu yerda tovani qizdirib olib, yog' solamiz va qanotlarimizni terib chiqamiz. Bu darajada qizartirib olish shart emas. Oltin rangga kirganda olsa bo'ladi, ya'ni ikki tarafini ozgina qizartirib olamiz, yetadi. Va 2ga bo'lib pishirdim qizlar. Tovamga sig'madi to'g'risi. Bular qizarguncha sous tayyorlab olamiz. Menda shunaqa sous teriyaki, buni hamma magazinlardan, korzinkadan, makrolardan topsanglar bo'ladi. Go'sht, tovuqlarga zo'r sous. Hammaning uyida bor. O'sha legendarniy ketchup. Bundan soldik ozgina. Va любой приправа. Va обязательно tovuq uchun приправа. Ozgina osh tuzi. И сладкий перец и острый перец. Qizil bulg'or qalampiri. Shunaqa soldim 2 xilidan. Va ozgina kartoshka kraxmali. Bu bizning sousimizni qo'ydirishga yordam beradi. Ozgina suv mana solamiz. Bo'ldi, tayyor qizlar. Sousimiz. Bu yerda o'sha go'shtlarimiz bir tarafi shunaqa sariq bo'lib qizarib qoladi. Yetadi shu bizga. Mana bu taraflarini ham aylantirib olamiz. Уже bular bo'ldi. Ikkinchi qismini pishirib olamiz endi bularni yog'dan ko'tarib. Mana o'zining ikkinchi yarmi. Va hammasini shu tartibda qizartirib olganimizdan keyin bitta qilib solib, ustiga sousimizni quyib, tagini o'rta olovga qo'yamiz. Va qopqog'ini yopib, ichlariga prям o'tib yumshoq bo'lib pishishi uchun dimlab qo'yamiz. Mana o'rta olovga qo'yilib, endi bu yerda guruch, shunaqa birinchi makaronlarimizni solib qizartirib olamiz. Mana o'sha qizarishga kelyapti. Tayyor. Endi ivitilgan guruchimizdan solamiz. Menda bu yerda alanga guruchi. Agar sizlarda lazer bo'lsa, lazerdan ham tayyorlasanglar bo'ladi. Nimagadir
Bizga alanga guruchi yoqadi. Qandaydir mag'izi shirin guruch. Mana guruchimizni ham ozgina yog'da 1-2 aylantirib qovurishni boshlaymiz. Уже tagiga yopishadi qizlar. Mana boshladi уже. Bo'ldi. Bu degani уже suv quyish kerak. Oddiy shunaqa osh qanaqa damlasak shunaqa qilib suv ko'madigan quyamiz. Guruchlarimiz suvini tortish kerak endi. Mana bo'ldi, hozir suvlarini tortgach guruchimizni ham dimlab qo'yamiz. Mana уже guruchimiz suvlarini tortib oldi. Ozgina aylantirib bug'larini chiqazamiz. Bo'ldi, mana tagida olovni paslatib guruchimizni qopqog'ini yopamiz. Bu yerda уже qanotlarimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Уже mana so'qlari quyilishga boshlaydi. Bu degani уже shira tortib tayyor bo'ldi degani. Mana уже quyilgan. Tayyor. Oradan 25 daqiqa o'tdi. Bu yerda guruchimiz ham tayyor bo'ldi. Mana xohlasanglar shakl berib, xohlasanglar shunchaki idishlarga solasizlar. Men shunchaki soldim. Shakl berib o'tirmadim. Mana va yoniga tovuq qanotchalarimizdan olib chiroyli qilib solamiz qizlar. Qizlar albatta tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Birinchidan arzon, ikkinchidan juda ham mazali va yengil taom. Uydagilaringlarga albatta yoqadi, 100%. Go'shtlari shunaqa yumshoq yeyishli bo'lib pishadi qizlar. Tepalariga kunjut, zelenlar solib tortamiz dasturxonga. Bizga yoqimli ishtaha. Albatta tayyorlab ko'ringlar qizlar. Menga ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Keyingi video vloglarimda ko'rishguncha Allohimga omonat bo'linglar.